Bek yaxshi bo'ldi. Tarixchimiz Şinjan universitetiga o'tibdimiz. Shundaq, oliy maktabda yana birlikda o'qiydigan bo'ldik. Biz nima degan talaylik? Shundaqmi Rabiya? Men sizlarga o'xshamayman, Rama. Oilam Namrat. Uyda meni o'qishga mang'izgidek asraq iqtisodimiz yo'q. Men oliy maktabga bora olmayman. Menga undaq yaxshi fursat nasib bo'lmaydigan o'xshaydi, Rama. Undaq dema, Rabiya. Sen cho'qim oliy maktabga bora olaysan. Uchimiz birlikda oliy maktabga berib o'qiymiz. Shundaqmi, Jamila? Ha, Ranaga rostaydi. Sen darsda hammadan yaxshi turib mushunaq gaplarni qilsam sizning ko'nglimiz bakli yerim bo'ldi ekan. Bo'ldik bunaq gapni qilma. Pulning ishimi hal bo'lib qola. Menga kuynigininglarga rahmat. Lekin hozirgi oila ahvolim o'zimga ayon. Ota-onamni tanqislikqa qo'yg'im yo'q. Yana texi ishga inimni maktabda o'qitishim kerak. Ularning o'qishig'imi ko'p pul ketadi. Ish qilib men boramasligim mumkin. Oy, Selimaxon. Men keldim, men. O qarab turibsizlar-ku. Ko'zinglar to'lishib qoldimi nima? Oldimga kelaymi demaysiz-la? Assalomu alaykum. Fazli qari. Teşkepla ufka. Tinchkamay o'lsam bo'lamdi. Pul qanday pul? Pulni chiqmayim turibsizlar bu yerda. Ufkam Fazlaxon. Oldi bilan uyga kiraylik. Men sizni uyga boshlay. Bir piyola issiqqina choy ichaylik. Voy bo'ldi. Choyni o'zingiz ichinglar. Men pulga keldim, pulga. Pulni chiqmayim turibsizlar bu yerda. Siz bilinglar, ishim oldirash mening. Ufkam Fazlaxon. Men sizga rost gapni qilsam bo'lmaydi. Men pulning amalini faqat qilamadim. Menga yana azroq muhlat bergan bo'lsangiz, men sizdan bu dunyo xo'sh bo'lib ketdi. Voy Selimaxon, muhlatni beraverdiganga bekor qolgan pul bormi ekan? Bu pulni dadamning puli deb qilyapsiz-ya? Uy kirib ketinglar bolalarım, bo'linglar. Ufkam Fazil qari, sizlardan o'tinib qolayli. Yana azroq muhlat bersizlar. Kuzda paxta ichilgan hamon pullarni uylarga olib beramiz, ufkam. Voy, men sizlarga pul berdim, pul. Endi kelib er-xotin ishqilamaga quruq gapamoqchimi? Voy, to'liq kapishmay pulning o'simni ichqinglar. Mana. Ufkam Fazlaxon, mana bu az bo'lsinmi? Oramışma? Ufkam, tapqinimiz mushinchilikka. Xayr bo'pti. Hozircha qaytib turay. Bu sizlarga yaxshiligim bo'lib qolsin. Keves satqan yana qo'limga pul oshmadi, pul qolmadi deb quruq gap satsanglar, endi menda yaxshilik ko'rmaysizlar. Rahmat ufkam. Ma'qul ufkam, rahmat. Ufkam Fazlaxon, uyga kirib choy ichmamay. Shuni deyman, bir piyola choy qo'yay ufkam. Bo'ldi. Bu qatim kelguncha pulni tayyor qilib qo'yinglar. Ma'qul. Yursin. To'xtatimiz degan pulni uchib ketdi. Men bu darsda yaxshi-ku. Men cho'qim oliy maktabga boraman. Barkallah, ufkam. Mush g'ayratinglar bilan tirishib egansanglar, men bordigan Şinjan universiteti emas, hatto uningda cho'q maktablarga kirib o'qiy olaysizlar. Voy, Luqmonjon. Nima yig'laysan? Sizlar mo'lla oliy maktabga kelsanglar, opam bo'lmasa dadan bir chiqib kelsa uyga kelmaydigan tursa, men kim qaraydi? Ahmaq ufkam, shuning qilib yig'lamsan. Ocham ketgan bilan biz bir nechimiz bog'o. Biz san qaraymiz. Yig'lama ufkam, ha? Bizmi cho'ng bo'lamiz. Oliy maktab ishimiz birga boramiz. Ahmaq, yig'lama. Aqllaringchi rostaydi. Sen hargiz yolg'iz qolmaysan. Sizlar choy ishga o'ltiringlar. Men tush tomoqning tayyorligini qilay-a? Bo'lamdi?
yaxshi bo'ldi. Oxir topilgan bo'ldi. Ras Emin aka, necha yildan beri to'xtatimizda bumi amillashmaganti. Mana bugun Rasululloh to'xtatib Şoňa men bu o'riq o'shkamni 200 yuanga setib, pulni jo'qlab qo'ydim. Mahallimizga to'xtatilib, nihoyat yaxshi bo'ldi. Buningdan hammamiz xush bo'ldik, Emin aka. Partiga ming martaba rahmat. Ezimizning rahbarlariga ming martaba rahmat. Ezimizga to'xtatilib, haqiqatan yaxshi bo'ldi. Atrat boshliq keldi, yurtdoshlar. Ko'pchilik, o'chirib turinglar. Bir-birlab kelinglar. O'chirib turaylik. Bir-birlab topshiringlar. Akila. Men topshirib o'tay, Fukam. Aldirmay turing. Topshiramsiz? Oy, Nizaxon. Kelmamsizlar? Keyingilar kelinglar. Akilang. 200 so'm. Assalomu alaykum, Fukam. Teshikmo. O chaqirmasam oldimga kelaymi demaysiz-na? Bu pulni tayyor qildingmi? Tayyor qilgandim, lekin ozroq kim qoldi. Paxt satgan pulni texi ishig'ib bo'lamidi. Qo'g'in satgan pulni bo'lsa hozirgacha akapamidi. Qarag'anda atratgimi nurg'un qaziga bo'g'ilib qolganda qilib turaman, Fukam. Mana ozroq muhlat bergan bo'lsangiz, pulingizni cho'qim qaytirib etaman. Bo'lamdi. Pul yo'q demsizlar? Ey! Meni devang sarang ko'rib o'tamsizlar? Ha? Pul olmasa to'kni iloya olmay degan tatib beramdik-a? Ha? Gapni oz qilib, pulning o'zini o'zini chiqaringlar. Bo'linglar. Oramışma? Mana rahim qiling, Ufkam. Uyimga to'kusimi tatib olay. Keyin cho'qim pulingizni qaytirib beraman. Bo'lamdi, Ufkam. Emsa kelaqatim kelguncha pul tayyor bo'lsin, ha? Ma'qul. Atrat boshliq Ufkam, mening ismimni o'sha daftarning bo'jigiga ber qondirasizlar. O'shkamni setib 200 ko'y pulni cho'qim tayyor qilaman. Bo'lamdi, Ufkam. Yuzib qo'yinglar, atrat boshlig'i. Men kepil bo'laman. Bir aqatib yuzib qo'yinglar. Bo'pti, yasam yuzib qo'yay, lekin vaqtida pulni topshirib bo'lamda. Ma'qul. Rahmat, Ufkam. Qarz to'laymiz deb to'knimi tatqizammidoq Selimaxon. Fazıl degan jazoni xo'rining qarzini to'lab etsakla, ikkinchi qarz olmaylik. U bizni faqatla ilgari bostirmag'idak Selimaxon. Men bu shunday o'ylayapman, opasi. Onundan qachon qarz oldik? Shu kundan boshlab kunimiz kundan-kunga nacharlashib ketib bordi. Mo'sh qarzni tugitib atsam, ikkinchi o'nakasdan qarz olmayman. Hamma odam to'qchiroq akirib bo'pti. Faqat bizli qopdimiz. Pul bo'lgan bo'lsa, bizmi shu qatordan qolmagan bo'lardik. Opasi, hozircha to'qchiroq ancha muhim emas. Hozirgi birdan-bir muhim masala qizimiz Robiyani oliy maktabga muhtoj. Qanday qilishim kerak? Qo'limda chaqirib qog'oz turibmi? O'qishga berishga amalsizmi? Ota-onamni qarziga bo'g'ib qo'yib, qanday xotirjam o'qiy olayman? Yana tex ishga Ufkammi? Qarz istagan qarz bo'lsa, ota-onam bu qarzlarni qachon qaytarib bo'ladi? Ammo yaxshimi, o'qishdan voz kechishim kerak. Men o'qiyamsam, yana ishga Ufkam bor. Men tirishib ishlab, ishga Ufkamni oliy maktabda o'qitishim, oliy maktabda o'qitish sharoitida hozirlashim kerak. Bunga ota-onam cho'qib qo'shildi. Ayça, siz bardigan oliy maktabda o'qib doktor bo'g'il bo'lamda? Doktorlik kasbida o'qisa, doktor o'g'il bo'ladi.
Ukam, sening doktor o'g'ling var ekanda, amsa akıllaringdek vaqtni qo'ldan bermay o'rganish qil. Andan seni Loqman doktor deyli. Yo'q, men doktor bo'laman demadim. Sizning doktor bo'lib kelamdikin deyman. Men Abdurahim O'tkir, Zordun Sabir tog'lardagi yozuvchi bo'laman. Voy jinim ukam, sen hammamizdan yomon chiqadeksan juma. Men doktor bo'lsam, sen yozuvchi bo'lsang, Sayfiddin akang tadqiqotchi olim bo'lsa, Qurbonjon akang o'qituvchi bo'lsin. Qandaq dedim? Ocha, sizni doktor bo'ling deganim, birasimiz og'rib qolsak davolab qo'yamdikin deyman. Opamni doktor davolgan bo'lsa saqib qolar ekan, tuqa ocha. Hammani qilgan ashu dadam. Oshko'zlik qilib onamni davolatmag'ashqa, mana biz onasiz qoldik. Demismi opamni dadam degan jallat o'ldirdi. Opamni doktorga opamidi. Opam bechoraning ko'zi ochiqli ketib qoldi. Men dadamdan bak qo'rqaman. Bo'ldi ukam. Takrayani qil. Tursun Gülcenem, sizni deb kechki kayningizda shapaklab yuramdim men, ha? Faziljon, undaq bo'lsa, kaynimdan shapashlab yurmay, meni tezroq uyingizga aytgatmamsiz, ha? Gülcenem, bundaq demisingizmi aytdim men, ha? Siz choy quyib beray. Qani, choy iching. Navasib beray. Rahmat jinim. Qani ela. Dada keldingizmi? Ha. Fuqularingiz ko'rinmaydi-ku. Maktab ketdi. Ha. Yigidek bir narsa qildingizmi? Qilamidim. Fuqularimni choy ichib ketgan. Mening ozroq ishim bor. Kechdi kelamisam, ma eshik derazani chinroq taqab yetinglar, ha? Dada, birdan ta'xir qilsangiz, azroq bir narsa qilib beraymi? Bo'ldi, bozorga berib yey. Kechki yana yo'l mangida ishim bor. Aldirashman. Dada, ha? Maslahatlashadigan ish botdi. Nima ish bor? Qarab turmay tezroq dana. Oliy maktabga o'tib chiqaman, shuni siz bilan maslahatlashib. Voy. Oliy maktabga o'tsangiz nima bo'pti? Shuni maslahatlashib ketamda. Bo'ldi, xotirjam ishingizni qilg'ash turing. Men 1-2 kun qarzlarimni yig'ib olay. Andin so'zlashaylik, ha? Dehqonlarning qas qaytirug'iday puli yo'qmikin? Bir necha vaqt so'ylmay tursangiz yaxshi bo'lardi. Voy, siz bizning opangizning o'zida-da, birasini meni tasdiqlab bo'lmamdi. Opangizmi shunda bir kot-kotga? Rana, senin bu hemmile nesang bağdaş, hiç nesden gıymın yok. Şunsu Rabia'nın ailesi Behlim Namrat, onun Ali mektepte bağımlığım tez düşüyordu. Bizim pulumuz boğan boz, onun yerden tıkan bulattı. Cemile, Rabia'nın dadısı bir yerden pulun amalını kılamaz mı? Tova degine, mışı zamanlarda birisi pul verip duramdı. Anlısam senin dadanğımı bir munç qarzlar bop qaptı. Ay Xudayim, kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'ldik. Amdilik kelganda billa oliy maktabga boramiz. Rost deysan. U boramsa bizning ko'nglimiz yerim bo'ladi degine. Bir amal bo'lib qolar. Ranagül, bo'lmasa sen dadangga deb azroq buning amalini qilib beralaysanmi? Ma'qul. Xotirjam bo'lsinlar. Xo'sh emasa. Xo'sh. Pul faqat
ijtimoiy hayotda ma'lum qimmatga ega. U ash qimmati bilan ba'zilarni kuldirib, ba'zilarni yig'latolgan bo'lsin-u. Mangulikka ketib qolgan yo'qlikni mutlaq mavjudlikka aylantirolmaydi Jamila. Ko'z oldimizda yuz berayotgan bir qism salbiy realliklar odamni to'liq seskandirdi. Ba'zilar pulsizlikdan, yo'qsizlikdan o'lgudek ishlaydi. Bir qism nafs to'ymas amaldorlar bo'lsa, parxo'rlik, obro'y-parastlik qilib, hukumatni aldaydi, xalqni shulib yeydi. Rabiyadek savodishimizdan qo'lida oliy maktabning chaqiriq qog'ozi turibmi? Yana shu yo'qsizlik tufayli ilojsiz qilyapti Jamila. Afsus. Mening otamdek jazoni xo'rlar, boshqalarga rehm shafqat yordam qilishni bilmaydiganlar bo'lsa, xalqni qoqishib, harom foyda ilib, kerilib yuribdi. Men bundaq harom dunyoimizning bog'lig'idan qilch faxrlanmayman Jamila. Balki ichiniman. Bekmi ichiniman. Rahmatlik opam harom mal dunyo asqatmaydi qizim. U hamını to'zib ketadi deydi. Men doim o'zimni o't dengizining ichida qilib ko'ryapman. Demismi, men bir o'tning ichida yashayapman Jamila. Kulib yursammi, ham qayg'um yetkichi bor. Apa, dadam ko'rinmaydi-ku. Qizim. Dadangiz pulning amalini qilish uchun atdigandila chiqib ketgan. Haqiqatan shu tuqqanlarning uyiga ketdi-ku deyman. Apa, men oliy maktabda o'qimayman. Ilmu, nurg'un qarzimiz bor. Endi meni deb yana qarz olsanglar, bu qarzlarni qachon qaytarib olasizlar? Agar dadam o'qish pulini hal qilib kelsa-mu, men pulni qaytarib yetaman. Men o'ylanib, bir qarorga kelib bo'ldim. Oliy maktabda o'qimayman, apa. Qizim, jinim qizim, bundaq yaxshi fursat kelavermaydi. Biz bir amallarni qilib, sizni ham ikki iningizni oliy maktabda o'qitamiz. Sizlarni yaxshi turmush sharoitiga ega qilish bizning orzuyimiz. Qizim, xotirjam bo'ling. Pulning amalini qilib, sizni oliy maktabga mo'ndirib olsaqlar, kuzdagi paxt pulida olgan qarzlarni qaytarib olamiz qizim. Bo'ldi, sizlarning apa. Men nihoyat yaxshi o'ylandim. Oliy maktabga bormayman. Men sizlarning bo'yninglarga qarzga bo'g'ib etib, oliy maktabga borsam, u yerda qanday xotirjam o'qiy olayman? Kevazning puli bor degan taqdirdami, uning o'ziga tushliq dadi batirsa. Shu asg'ini kevazning puli bilan qarzni qanday qaytarib bo'lsin, apa? Bir uy deganga turmush kerak bo'lmamdi. Sizlarning yo'q, go'sh yig'inlar kelmamdi, apa. Rost qizim, yana fikrlarimni o'qishimga pul kerak tursa. Bir uy deganda og'riqsaloq bo'lmaydi, degil bo'lmaydi. U chaqda biz qanday qilamiz? Shunga men ko'p o'ylandim. Oliy maktabga bormayman, apa. Voy benim qizim, ah ko'ngil qizim. Beytalay qizim. Hoy, Silmakon. Tegmandoq. Chiqinglar, mahalliga olib qo'yay. Rahmat uka. Rahmat. Biroz demimni epma. Silimni yaslan uka. Olib qo'yay desam, yaqtab ketganda. Nima qilamsa? Ketaverdim men. Maqamsa, Xudoga omonat. Silmanka maharuga chiqibasizlar. Rahmat uka. Rahmat. Chiqsizlar. Jamila bilan maslahatlashib bo'lib,
Manga xabar qilinglar. Ma'qul. Ma'qulamsan Ranagul. Men qaytay. Rabiyagami deb qo'ying. U qayg'urmasin, ham umidsizlanmasin. Bo'ladi. Ma'qul Ali. Xo'sh. Xo'sh. Ma'qulamsan. Uqalarim, qosaq qo'ydimi? Qo'ydi. Endi nima ish qilasizlar? Uyga ish qilamiz. Zakir qilamiz. Uxlaymiz. Loqmanjon, uyga ish qilmay turib uxlamsa? Yo'q, uyga ish qilib uxlaymiz dedim. Yaxshi. Amisa hammanglar kitob daftaringlarni elinglar. Bo'lamdi? Men buni yig'ishtirib o'tay, ya. Oy canım putum. Oy putum. Oy. Xudo. Oy Tursun-gul, ben geldim. İşini açmamsız. Ha? Tez işini için değil mi? Ben degan Fazılbay. Tez işini için. Oy, yerim keçir adamni avar qilib, endi kelini qarmandigan. Fazılbay. Fazılbay. Fazılbayni alayını berib yaxshi qildi. Jazoni qo'yib qo'yib, yaxshi qildi Jumadash. Bu xodimimda. Bo'cha uningga azliq qilib qoldi. Acha, birisi darvozani urvatidi. Ne darvozani urdi? To'kir degan mening putim, boyatin karvatga putim tegib ketdi. U darvozaning ovozi emas. Ha, bo'ldi, fikrlarim uning bilan karimiz olmasin. Takrorimizni qilaylik, ha? Qanchasi ekan? Uni bor ekan. Ha, yaxshi. Uni ekan. Amdi. Rana! Shinosh! Acha, Rasululloh darvozani urvatidi. Men angladim. Men Rasululloh anglagan Nimanda tursam. to'la gap qilsa, odamlar dars o'rganiga qo'ymay. Qulg'in kasb berib uxlamamsa, kishi yolg'on gap. Men yolg'on etmedim. Darvozaning taraqshigan ovozini men Rasululloh aniq anglagan tursam. Bo'ldi, uyga nishonlarni qilinglar.
Günahları. Yağış kulak haram tamakla. Ben şunca dola devrazda olsam biraz da çıkar değişmesin ha. Dadan kokuşma bir kim kokuşaptı be? Hocam vay bilim. Vay bilim. Dada. Dada, ma'quldursiz-chi? Sizdan o'tinib qalay, dada. Bo'lmaydi degandikan, bo'lmaydi qizim. Endi ikkinchi bu gapni qilcho'man ha. Men oliy maktabda o'qish uchun zo'r umid bog'lab kelgan. Men bir o'qib qolaychi, dada. Sizdan o'tinib qalay, talabimni rad qilmang. Bo'ldi. Men bu gapni uzib etdim. Ya'ni nimaga yig'laysiz? To'la mening ochig'imni keltirmang, ha? Dada, men sizning birli qizingiz-ku. Oliy maktabda o'qisam nim bo'ladi? Ma'qul dang jinim dada. Jinim dada o'tinib qalay. Ma'qul desingiz-chi, sizdan o'tinay. Qandoq gap anglamaydigan qizsiz? Men elimi bir qiz deb hech nimangizni kam qilmadim. Mushundaq turibmi? Yana oliy maktabda o'qiganning foydasi nima? Qaysi bir oliy maktabda o'qigan ahmoqning biznikidek katta uy imorati va million-millionlab puli va albatta yo'q. Ammo menga o'xshash qor turkning hamma narsa bor. Qo'lini nega sunsam shay yeydi-da. Şoğunisi hazır bir qism devang ishning epini uqmaydiganlar. Bolalarimizni dacho'sin qilamiz deb bayoq pullarni buzib ketyapti-da. Tehe o'zimiz yemay ichmay bolalarimizni o'qitamiz deyapti-da. Ammo men unda ahmoqlardan emas qizim. Men hargiz qo'shilmayman. Assalomu alaykum Fozil qori. Mo'min aqo, nima uchun keldinglar? Ozroq qarz so'rab kelib edim. Men hozir bir odamga qarz berib turmayman. Boshqadan so'ranglar. Men sizlardan o'tinib qolay Fozil qori. Qizimni oliy maktabga yo'lga selib olsamla, qarzlarni cho'qim vaqtida qaytarib beratdim. Mana bir boshqaga berib so'ranglar degandikan, shuga berib so'ranglar, to'la beshimni og'ritmay. Asta. Onda qilmislar Fozil qori. Men qizimni oliy maktabda bir o'qitib olay. Kuzda paxtini sotgan hamonlar pullarni cho'qim qaytarib beraman. Bo'ldi. Boshqaga berib so'ranglar deganki, boshqaga berib so'ranglar. To'la odam so'z etmay. Assalom Fozil qori. Voy, keling. Bir ish bilan keldingizmi? Bizda azroq ish chiqib qolgandi. Shunga 5000 ko'y lozim bo'lib, sizlarni berib turandikin dedim. Ha, beray. Sal taqir qiling, ha? Hozir chiqaman. Hazırla. Doktor, mush ko'zimni ko'kni tezroq yo'qotadigan dori bormi? Bo'ladi. Nech pul kesimeyli, mush ko'kni tezroq yo'qotayli. Doriz beray. İsmingiz nima? Fozil. Nemandaq ichimni siqadigan-da. Asta. Voy Xudoyim. Qo'g'indan tuzuk kirim qilamidi uka. Qo'limizga naq pul tegmidi. Kanatkilarning nima qilganidir bu? Biz bilan degivarlashib qo'yib, deginni qamida emasmi? Men sizdan o'tinib qolay ukam. Men azroq muhlat bergan bo'lsangiz, shunga. Ay, bo'ldi qilinglar.
Dadingni menga to'kkamidi, men qanaqa qilaman? Ha? Men sizga bergan pulning egisi. O'sha gapni oz qilib pulni olib chiqinglar. Jenim ukam, menga bir rahim qilgan bo'lsangiz, sizdan o'tinib qolay. Yo'qsizchilik degan bak qattiq ekan. Shu topda yangi kirib ketayli da'vatim. Qarzni qaytirib deb, yangi kirib ketamsiz, osmoqqa chiqib ketamsiz, o'zingni shu. To'liq quruq gap qilmay, pulni olib chiqinglar. Buninglar. Ukam. Bu Mening ham shu ukamning talabini rad qilib etmang dada. Men oliy maktabda o'qib qolaychi. Sizdan o'tinib qolay dada. Dada, sizning shuncha ko'p pul meningiz turib, ochamni oliy maktabda o'qitmayman desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Sizdan o'tinib qolayli dada. Ochamni oliy maktabda o'qiting bo'lamdi. Jinim dada, ocham cho'qim oliy maktabga borsin. Uning boshqa savodoshlari bor ekan, uyning ustini biz qilaylik. Men ocham bilan kelishgan. U doktor bo'lmoqchi edi. U doktor bo'lib kelsa, hammamizni davolab qo'ydi. Ocham doktor bo'lib kelsin-chi. Gapinglar tugdimi, ha? Nima och qolgan tilamchidak, o'zingni yulduzlab turishsa? Men aytgandim, gapni uzib aytgan. Ochanglar oliy maktabga bormaydi. Men uni o'qitmayman. Gapni Qilmang dada. Ocham o'qitaylik. Oliy maktabga, oliy maktabga Sizdan o'tinib qolayli dada. Voy, nimani qilmayman nima? Ha? Elə bakka hammangni samolyot so'liydimi? Yo'qilcha kuzidan. Yo'qilcha. Tushundinglarmi? Endi sizni fikr takror qilinglar. Mayra muallim, ocham bu xatni sizga berib qo'yishim topilgandi. Mahira muallim, men faqat amal qilmay oxir sizdan yordam so'rab bu xatni yozdim. Hozir ko'nglim intayin yerim. Uqularim men uchun ko'p ko'ngil og'irligi edi. Savodoshlarimning oldi oliy maktabga menib bo'ldi. Lekin qo'limda chaqiriq qog'ozi turibmi, bu fursatdan qo'rqib kelyapman. Dadam oliy maktabga berishim faqat qo'shilmayapti. Muallim, eg'ir ko'may, dadamga bir ideya xizmat ishlab boqsangiz, balkim sizning gapingizga qo'shilib qolishi mumkin. To'g'ri deyman. Umrimda buncha bola jiqchinni ko'rmabganman. To'g'ri. Daraxtdan daraxtga sakrab, kenimda qo'lab yurmamda meni. Jinim chiqib, o'lgini tasla qoldim degani. Voy, nimasini deysiz? Haqlar jin yaqin odamining suratida bo'lib ko'rinadi desa, nima deydigan debdiganman? Rostgan emasmi? U jin xuddi sizning ovozingiz o'xshash, tursin-gul, ishni iching degandek, ishni ichibdimi? Qo'rqib jinim chiqib ketdi. Voy, nimasini deysiz? Meni vaqo xeli bir yalagich qo'g'lidi. Qo'rqinimdan motosikletdan yiqilib tushib, oxiri o'lgida tasla qoldim da. Yo'prim, bundoq ishni ko'rib baqdim. Mana men kavob pishdi. Qani deyman. Ha, o'ltiranglar. Eling jinim. Dada. Qizim, men bozordagi tuqqanlarning uyiga berib, pulning amalini qilay, qizim. Men har qancha jafo tortsammo, sizni oliy maktabda cho'qim o'qidaman. Bu mening o'zimdan buyangi orzuyim, qizim. Sizni oliy maktabga mandirib olsa, qarz og'am pulni ko'zgacha chiqqan ziroatlardan ishinib, ozisakmo pulni jamlab, ko'zgacha bu qarzlarni cho'qim tugitamiz. Dada, meni de ko'p jafo tortdinglar. Yerimi ko'p qarzimiz bor. Meni deb yana qarzni olsanglar, ishqinglar. Bu qarzni qanday qaytarib bo'la olaysizlar? Men yaxshi yurtlarda qanday yaxshi o'qiy olayman dada. Men ko'p o'ylandim. Oliy maktabda o'qimayman.
Sizlar yordamlashib, etis eriq ishlarni qilib, pul tepib, ishga ukamni o'qitdim. Qilsin. Rabiyaning shirin ko'nglimiz yerim bo'lib tursa, amdilikka kelganda Ranagulning dadasi uning o'qishi qo'shilmabdi. Dadasi qo'shilmabdi? Ha. Nima qildi? Chunki u odamning qarashicha qiz bola uchun oliy maktabda o'qish bo'lmaydigan ishkan. Bu gapni anglab men hayron qoldim. Hozir degan qandaq davr, ba'zi ota-onalar ozroq pulning ko'ziga qarab bolalarini o'qitmayotidi. Shuning bilan boshqa davlatlar bilan bo'lgan farqimizni bag'an sir cho'nglab yengayotidi. Burungi cho'nglarimiz pul topsalar, maktab salatdikan. Lekin hozirchi bizda ilgarlash u yoqda tursin, mushundaq otalarimizning sabablaridan o'qiyolmay bag'an sir chekinmoqdamiz. Ali, Canım ufkam, Fazılahun, bana 300 yen qarz verip dursunuz. Apsiden küçük qalğan, bu dünyalıqda bir nevram var idi. Tüyüksiz kızım, bir demdil ağırıp kaldı. Şunu doktorga apamaqçı edim. Sizden ötünüp qalay ufkam, azıraq bolsumu verip durun. Men bayatı sizlarga aytdim-ku. Men qarz veremeyman deb. Nevreleri qizib qalgan bolsa so'qib qilib ko'ymam da. Pul yo'q odam doktorga gapirma degicha. Oy undaq demisizlar ufkam. Hamma amallarni qildim, qilch barxomedi. Axir amalsiz oldingizga keldim. Sizdan o'tinay, oyoqlaringizni bosh qo'yay ufkam. Nevramning ahvoli bek yomon. Jinim ufkam, bir yordam qiling. 300 yen qarz. Men qarz berishni to'xtatdim. Tüm qarzlarni yig'moqcha bir odamga bir mo'cham pul qarz bermayman. Boshqa yerdan amalni qilala. Jinim dada, onun nevrisi meni savoqdishim, onun qarz. Menga darsin qara, oqsaqalda qilmay. Çoğapa, qaytib ketayli, saqib qolma. Jinim bola, jinim bola. Ranagul? Ha? Yaxshimisiz? Ha, Ali yaxshimisiz? Kiring. O'zingiz yolg'izmi? Kiring. Siz o'tirib turing, men sizga choy chiqay. Ovorimsiz bo'ladi. deganning foydasi yo'q Ali. Ali maktabga men boramaydigan o'xshayman. Bundaq demang Ranagul. Biz cho'qin birga o'qiymiz. Jamiladan bu ishlarni anglab, ko'nglim bak yerim bo'ldi. Dadingiz nima qilmoqda ta'tirli qiladigan-da, ha? Mening dadam boshqalarning dadasiga faqat o'xshamaydi. Men Mahira muallimdan yordam so'radim. Endi eng oxirgi umidim shuningda qoldi. Menga boshqa yo'lim yo'q. Saatni qo'yganda. Ras.
siz Rabiya bilan ko'rishib Dada. O ishkabning xatmisida qarzdorlarning ismi yozilganda qarlashni xatir bor. Tez chiqma. Ha. Sayfide? Hay, bu yerda nima ish qilyapsan? Bu Assalomu alaykum Fazilka. Ha, bu yerda nima ish qilsa? Savoqlash debsa? Savoqlash degan maktabda bo'ladi. Bu degan mening o'ylam. Boshqa ishim bo'lmasa, tez chiqib ket. Ma'qul Fazilka. Men hozirlik qaytaman. Yana bilgilaydigan o'yin gap bor edi. Xato tushunib qolmasizlar. Ma'qul. Qaytay. Ocha tez chiqib. ma'qul. Dada, mana Mangdingizmi dada? Xo'sh ya? Ha, ma'qul. Sayfiddin? Acha, siz ochishmamdi? Ha, bu opamning oshkuchi. Men yeb qo'ygan. Bu nima qilganing? Bilaman acha, bu qilganim to'g'ri emas. Bu ishni dadam bilib qolsa, meni o'ldirib ishdan yonmaydi. Endi boshqa kelganini ko'raman. Mushundaq pul turib sizni o'qitmayman desa, kambag'allarga yordam qilish tugul, pulni bermasa, boylar pul so'rab kirsa, necha minglab tutqizib qo'yasa. Maryamxon onig'imi pul qarz bermadi. Acha, Maryamxon ona nevrisini davolasdi. Acha, men bu pulni uningga olib berib beraman. Sen buni joyi qo'yib qo'ygin, ha? Acha, men mangdim. Sayfiddin? Voy davra. Aslan Maryamxoncha. Sabr qilsala. Maryamxoncha, sabr qilsala. Voy yalqizlarim ben. Ko'ngillarni yerib qilsala Maryamxoncha. Voy davra. Sabr qilsala. Xudo. Sen bana pul vermey. Ben kadın gelsem kurup yapayım sen. Ben yazının çoğdadan bulmuşum. Bana pulunu açıkı. Bermeymen demedim o Fazilka. Keve satkan aman bir moçamı uyan buyan kılmayı sizge tapşırımen. Bana yine azrak möhlet bergen bolsanız. Hey, senin aşk kevize kançılık pul olup gide. Ya, yedigen için ben terip bakan.
Onun özgü güçlü kalbi qoğası var. Beş batman, olvan seni kovuludu. Sen onu beremse ya ki benim karzımı beremse? Ha? Senin azgını kevaz bulan, benim karzımga yetemdi. Bezireyip durmay, açık apılda. Men qarzınızını mı, yanın iliqsizligini mı, hemmini bermen. Cinim tinimni qağıca, hemmini töyleymen. Savat. Emise pulni qaytirish uchun tezroq amalni qil. Bundan keyin sen haq pul beramdigan. Oca qusug'im pek içip ketdi. Tuzrak Hazırlı pişidi ha? Sizlarga o'xshitib, lag'man qilib beray bo'lamdi? Nima bo'lgandi? Sayfiddin, nima bo'ldi? Yig'laysan. Ha? Meryemxon anını Nevris Erkincan tugab ketibdi. Nima? Meni savoqdishim Erkinjanmi? Şügetmekçi olan deliqi kimite? Bayram alımı? Ha? Gap qilg'inga og'zimni to'ydi. Demisimi, Ra'no degan o'zimning bolasi tursa, ha? Oliy maktabga evet deshak, evetmaslik mening ixtiyorligim işte. Shundaqmi jinim? Toza yaxshi gap qilibsiz, Fazlaxon. U sizga ish o'rgatgidek, ya sizning oladigan ikkinchi ayolingiz bo'lmasa? Belli. Dadamning ochchig'i bek yomon. Agar bu ishni bilib qolsa, seni nima qilib edi? Men buningdan sal ansirab qilyapman. Sizga qil yo'qtirmayman, acha. Mendan xotirjam bo'ling. Men dadamning rahimsizligini, shafqatsizligini ko'raverib, zodila chidag'uchiligim qolmadi, acha. Bo'libmi bugungi Erkinjonning o'limi menga shundoq ta'sir qildiki, men undaq dadini bir kechada qiymichimi qilib olsam deb o'ylab ketaman. O'ylab boqmamsiz, acha. 3 yil avvalgi onamning ichinishli o'limi bizni qanchalik dard alamga, qayg'u hasratga qo'ymadi, acha, ha? Biz yana qachongacha mushunda qayg'u hasrat kunlarni tatib o'timiz? Qachongacha mushunda yig'laveramiz, acha? Bak, deganlaring to'g'ri. Men bu ishlarni doim o'ylayman. Ammo bizga nima amal? Lekin shuni unutib qolma. Maktabda tirishib o'rgangin. Tirishdan hargiz boshqa bolalarni kaynatqanma. Gapimni unutma. Maktabda yaxshi o'qiganning nima foydasi, acha? Mana siz yaxshi o'qib oliy maktabga bora oldingizmi? Shuncha tirishib o'rganganlaringiz oxiri nima bo'ldi? U sizni oliy maktabga avatdimi? Sizning beshingizga kelgan mushu azobli kun aka-uka uchimizning beshiga kelmasmi, acha? Biz nima degan baxtsiz, nima degan talaysiz. Yetim bo'lgandimi? Naqadar bechora yetimlarni, acha. Xudo, bizdek bechora yetimlarga rahming kelib, rahimsiz jazoni xurlarni jazolisi nima bo'ldi qando, acha? Men boshlang'uchda o'qiyotgan chig'imda savoqdoshlarim yuzimdan yuzimga jazoni xurning bolasi, zaharlik yilonning bolasi deb atishadi. Orasiga olmaydi. Ko'nglim yerim bo'lib, uyga yig'lab qaytib keladi. Hozirdarak esimda rahmatli opam beshimni silab turib, "Yig'lama o'g'lim. Ularning gaplariga quloq solma. Darsni yaxshi o'rgan" deb xuddi sizga o'xshashlar beshimni silab mehribonlik qiladi. Bir kunni maktabdan yig'lamay kelmaydi. Mana endi bu ikki ukam ashim men anglagan til ahanatni hozirgacha anglayotdi. Acha, biz hammamiz zo'r umid, ishonch bilan yuqoriga intilish uchun bel bog'lab, butun zehnimiz bilan darsni yaxshi o'qidik. Siz bizning o'lgimiz bo'ldingiz. Maqsadimiz oliy bilim yurtiga berish, ilm egilash, davlat xalq uchun yaramli ixtisosli odam bo'lish. Mana endi shu g'oya tilak, orzu armonlarimiz amalga oshamdi, acha. Qani aytib beqinglar. Amalga oshamdi, aytib boqmamsiz?